Assalomu alaykum qarindoshlar. Jenkins yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning ikkinchi qismlik darsimiz. Bu qism darsimizda biz Jenkinsni kompyuterga qanday qilib tushirish va hisoblash to'g'risida o'qitilamiz. Jenkinsningki organ biti Jenkins Checkit.io. Mush organ biti kirmiz. Tor ko'rguvchining miyaga sog'lom bo'ldi yoki Google ya qaysi izlasang bo'ldi bevosita. Jenkins.io. Organ biti miyada tushirish dastlabdan chiqib turdi. Download documentation degan putuk, download tushirish. Downloadni bosamiz. Hamda Jenkinsning ikki xil nashri bor. Birisi LTS, stable LTS, yana birisi regular release. Regular releases degan qanda aptida bir yangilab turdi. Aptidan tez yangilishidan yangilab turdi. Mas stable degan muqim uzoq vaqtlik LTS deganda long term support degan uzoq muddatlik muqim bu. Buni 4 aptida birda yangilab turdi. Hozir biz shu stable mushunosini tushiramiz. Mani shu sanglim bilardi ixtiyoringlar. Ondan biz kompyuterimizning ishlatayotgan sistemaga asosan tushiramiz. Masalan, Windows ishlatamiz, Mac mo yoki Linux mo. Mening Linux ishlatayotganlar yo'q deyman. Windows yoki Mac ishlatayotganlar va Mac ishlatayotgan bo'lsangiz Mac OS, Windows ishlatayotgan bo'lsangiz Windows ishlatsizlar. Men Mac OS ishlatayotgan, shu Mac OS bassam, ondan burun Jenkinsni tushirsanlar bevosita Word-dan foydalanib tushirdik. Hozir 3-bir taraf orqali qachilaymiz. Bu mintayn qulay. Mavo 3-tarafning detalning ismi Homebrew. Qachilg'ich installer deganda Homebrew ismi Homebrew. Ahmad degandek. Bu Homebrew'ningki bir qancha buyruqlar bor, biz ko'p ishlatadigan. Mavo birinchi buyruqi shu Jenkinsni LTS bilan dedim, long term support deb muqim nashri. Tushirish eng yangi nashrini tushirdi bevositalar. Buni nimaga yozmaymiz desanglar, Mac ishlatayotgan ekan terminal yozamiz. Agar Windows ishlatayotgan bo'lsanglar PowerShell yozinglar. Hamda aniq bir nashrni, masalan 10-nashri yoki 10-nashri deganni tushunmoqchi bo'lsak, qanda miyaga atnikeniga nashrini lam yozsak, ma buyruq bilan tushirdi. Anda buni tushirib bo'lgan degan qanday qildi? Bu mulozimatni qo'zg'atish uchun ma buyruqni beramiz. Qayta qo'zg'atish uchun ma buyruqni beramiz. Nashrni ko'tarish uchun ma buyruqni beramiz degandek. Buni ma Homebrew'ningki organ bitga kirib ko'rib baxsanim bo'ldi. Ma qachilaydigan qiziqsanglar. Terminalni ichib brew install Jenkins LTS. Buni tushirishga biroz vaqt ketadi. Men buni tushirib qo'yganman. Already installed dedi. Sizlar shuni bossangiz bo'ldi, tushunmagan bo'lsanglar, men olib birini tushirib qo'yg'ashqa xatolik chiqib qoldi. Men olib birini tushirib bo'ldi, hozir nashr ma'vo dedi. Masalan, men nashrni yuqori ko'taray. Brew upgrade. Tushirib qo'ygan bo'lsanglar, nashrni yuqori ko'tarsangiz bo'ldi. Mana Word-di. Men dedim, bu asli bevosita tushira oldik. Word-ni nashrni yuqori ko'tardim. Sizlar ma'nolar o'xshasha, hech qanday Jenkins tushirib baxmasangiz, ma buyruq bilan tushirasizlar. Endi buni biz tushirib qo'ygan Jenkinsni qo'zg'atamiz. Ma buyruq bilan qo'zg'atamiz mana. Start the Jenkins service. Yozsanglar bo'ldi, ko'paytirib chopsanglar bo'ldi. Mulozimat mana successfully started, qo'zg'atildi deydi, ha. Buni qo'zg'atilib bo'lgandan keyin, anada ekan qarasanglar, bu Jenkinsningki local host deydi, yerlik sahibxon. Mavo port nomeri yoki addilamcha desa, ma torbatni chaplaysizlar. Mavo sukut altidagi, ya'ni default altidagi nimasi, buni keyin o'zgartirib oldi, har xil tanishlik bo'ldi. Buni ko'paytirib elib chaplaysizlar mana bu.
Jenkins'ninki kirish nimsi. Kompüterning localhost o'zininngida. Andan samingni saldig'ini ham men qachilab qo'yg'achqa, tushirib qo'yg'achqa men bevosita manda alam chiqdi. Aslida qachilgan chaqda har bir jarayon chiqdi. Men uni hozir PDF qilib ko'rsatib qo'yay. Taqmana. Men o'zimniki burun tushirib seplab qo'yg'achqa, men bevosita meningki, men portal, ya'ni localhost 62.80.80 ni besbaqsan olam. Yani o'zimni tushirib qo'ygan chaqda men buyruqlarni berib muvaffaqiyat ko'rgan bo'lmoqlik chiqdi. Odatda mushbat chiqdi. Andan men bu tushirib qo'yg'achqa aniq chiqmadi. Masalan, bu eng oxir buyruqni beramiz-ku. Qo'zg'atish uchun. Tushirish uchun ma'ni, andan keyin qo'zg'atish uchun buyruqni beramiz. Mana. Buyruqni beramiz, yozsanglar bo'ldi. Buni bergandan keyin qo'zg'aldi degan chiqqandan keyin mesela mana successfully started Jenkins LTS deb chiqdi. Qo'zg'algandan keyin andan keyin to'rbat orqali besbaq emas, to'r ko'rg'ichga andan keyin Jenkinsdan chiqdi. Bu Jenkinsniki andan keyin nima chaplab qo'yishqa meningki ko'rinmadi. Qo'shilgan chaqda bir pasport talab qildi, ya'ni pasport aytibdimi? Maxfiy nomer talab qildi. Bu maxfiy nomerni qanday topmaysiz desanglar? Boshlashni Jenkinsni to'rbatni ochgandan keyin boshlashni bossanglar unlock Jenkins deb chiqdi. Unlock degan qanday Jenkinsni ichish, qulupni ichish demakchi-da. Sanlar bular sizlarning kompyuteringizga shu maxfiy nomerni nega tushirganligini deb turdi. Diqqat qiling, shuni ochqida. Mana bu yerga adresni chiqirib turdi. Siz mushani ochsizlar. Userdan Mac ishlatayotgandan keyin Windows ishlatgan bo'lsangiz Windowsdan chiqdi. Secrets initial motion topsizlar. Topgandan keyin uni miyada administrator password mishaga yozsizlar maxfiy nomerni. Biz amaliyotda terminaldan bevosita maxfiy nomerni olsaqmi bo'ldi yoki o'zinglar bevosita olsanglar bo'ldi. Qanday qilsanglar bo'lardi? Masalan, bu terminaldan buyruqni cat buyruqni yozsanglar, bu chiqirib turdi o'ziningki maxfiy nomer deb terminaldan bevosita chiqdi yoki sizlar shu qo'linglardan olsanglar birdan ichib mishadan olsanglar bo'lardi. Bu odatda maxfiy nomer shunday bo'ldi. Buni ilib miyaga chaplaymiz. Bu unlock Jenkins deganga qanday maxfiy nomerni chaplaymiz miyaga. Andan keyin mangandan keyin odatda Jenkinsni hamda seplaymiz. Docker bilan qachlasanglar bo'ldi, hamda men osonlam deb edim, uni kerak o'rgansak bo'ldi. Hozircha hojat yo'q, lekin Docker bilan qachlasaq bo'ldi. Andan keyin Jenkinsni seplash, diqqat qilinglar. Mening seplanib bo'ldi, shuni marketga ko'rsatmayman. Seplagan odatda boshlaganda qanday customize Jenkins deb chiqdi. Buningga biz qisturma deymiz, plugin degan gap. Bu ingliz plugin deydi. Qisturmalarni seplaymiz. Odatda ikki xil tanlash bor. Birisi o'zimiz tanlaymiz. Ma'nolimi deb. Select plugins bossanglar chiqdi. Lekin biz qanday tavsiya qilingan qisturmalarni qachalash degan gap mushundan bosamiz bevosita. Mushuni bossanglar o'zi mushuni qachilasang bo'ldi deb tavsiya qildi. Bosgandan keyin ham o'zi qachilaydi. O'zimda qachilinib ma'noda o'zinglar bilasizlar shu vaqtda mushuni besib. Andan Jenkinsninki qanday admin userni birini olamiz. Olgandan keyin, masalan, bu qanday atsanglar, miyadan create an account. Mana. Miyaga username'ni, miyaga full name'ni, miyaga elxat, miyaga maxfiy nomerni kirgizgandan keyin create accountni qanday barpo qilish. Bassanglar bir account bo'ldi. Shu account bo'lganda bevosita qanday miyani besib mishadan kiramiz. Masalan, mening accountim bor. Sign in qilib kirsam mana Jenkinsning ichki ko'rinishi shu. Masalan, xohlagancha ism yozsanglar bo'ldi, admin, maxfiy nomer degandekchi, miyaninki. Email,
Қалған қылсаң бұл бек мұйым емес. Осыларға бір email келіп, оны қылып дегендей кіші olmaydi. Ondan agar siz mening adresini o'zgartmoqchi bo'lgan bo'lsanglar, Jenkins'ninki adresini configuration seplash adresini mana masalan 80 mushbit qo'yib qo'ysanglar bo'lardi. Buni 80-90 yoki o'zgartsanglar bo'ladi demoqchi. Eng yaxshisi men mushbitlar qo'yib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Mushu localhost 8080 degan hozircha. Ondan ko'rinishi mana shunday chiqdi. Mana men birini buni men keyingi soatlarda so'zlayman. Mana shu Jenkinsni shunda ochlaymiz. Qolgan eng avval uyuliq emaslarni bo'lib qolsa bir sinab beqinglar. Google degan bir torbat bor, shuningda qanday shu qaysi tilni bilsanglar, hech bo'lmaganda Uyg'ur tilini bilsanglar, Uyg'urcha Google'ga tarjima qilib bersanglar, inglizcha chiqarib turadi. Qanday qachlaymiz? Masalan, Windows bersanglar, men Mac'ga o'sib bergan ekan, Windows qachlanmaslig'lar mumkin. Hamda shu izlab ko'rib beqib, YouTube'dan izlab ko'rib beqib, Google'da izlab ko'rib beqib, paqas qilmagan chaqlarni inkas shaklda qoldirsanglar, biz yordam qilamiz. Rahmat.